Assalomu do'stlar, assalomu alaykum. Yana siz ya'ni Demirlar kanalidasiz. Men bugun ya'ni 25 futbol o'ynayapman. Mana ko'ryapsiz, yangicha anavlar kelgan. Bu o'yinni tavsiya etaman. Zerikkan paytim misol uchun kim bilan bunday qilishni hozir to'g'rilayman. Ne qiluvdim? Ukam qilibdi, endi bo'ldi. Böyle. Gerçekten bana mesleği mana hozir o'ynash ko'rsataman. To'g'ri, grafikasi yomon, yani ko'rinishlari ham FC Mobile'ga o'xshamaydi. Agar internetingiz yo'q payti shuni tortsangiz, agar tortib olganda internetingiz yo'q payti internetli o'yin o'ynayman degan payti o'ynasangiz kayf qilasiz. Agar bu degan mazza qilmoq deganda, shunga mazza qilasiz. Jaka Saliba yiqitadi. O'zimnikini yiqitdim. Tuam Teo kim Teo? Mana Bappega uzataman. Ya Bappe nima qilyapsan? Yo'q, Bappega keldi to'p Mbappe pasashadi Tuamga. Bappeni o'zi oldi. Ravio Griezmann ketyapti. Va yo bana babam yok. Ben seni yıktım ağzı. Yo. Kız. Ya. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar neçe YouTube'da 7-2 yukam yutdishim har bitta gol urganim yo'q. To'g'risi ukam 7-2 Isroilni yutgan, buni emasda, lekin buni 3-0 ga yutgan. Birinchisi men 2-0 yutqazayotgandim. 2-2 edi. Durang bo'lib turdi. Ikkinchidan ukam shuni yasab tashladi. Ukamizmi Rishod ketyapti Mbappe. Yay! Qayoqqa tepding? Viska Kataloniya. Aytgancha men post qo'yganman. Keyingi misol uchun yana 3 kundan keyin video chiqadi. 3 kundan keyin misol uchun 78 dan 33 gacha over qilamiz. Chuqram yo out ishladi. Agar burchak zarbasi kelganda shuni o'ynardim burchakda. FC Mobile'da ham burchakda o'zi faqat gol uraman kallada. Yo Ravio'da endi ishtirdim. Aka men bo'lmasam bo'lmaydi. Bu o'yinni ukamsiz yenga olmayman. Bu o'yinda yo'qmi? Ular ketyapti. Yo'qmi? Shveysariya kuchli ekan. Jaka borda ularga endi. Klaus, Griezmann, Teo keldi. Bu yer ismlar noto yozilgan bir ikkitalari. Ya yutmasam bo'ldi, yutqazdim hisob. Extra time boshlanadi yoki. Ya ikkinchidan men o'ynayman. Ya men keyingi o'ynayman. Mayli. Давай 3 minut. Давай. Yurtaman bular aytgancha, yurtaman. Voy, himoyachilarimiz qani? Молодец, bo'ladi. Молодец, bo'ladi. Himoyachilarimiz ko'rdilarmi? Ofakal. Gol. Ofakal. Hech narsa qilganim yo'q. Yo, qanday? Nima qildim? Ya bitta sariq urish kerak edi. Qizil. Sariq o'tgan safar. 50 bularga lekin bularga sotilgan o'yin bo'lar faqat. Misol uchun kecha shuni yiqitdi, penalti bo'lish kerak edi. Lekin penaltini berishma hakamlar. Sotilgan o'yin bo'lar. Kecha ham o'ynadimda. Bunisini Mbappe golini nishonlayapti. Давай. Yo'qmi? Mbappe yana ketyapti, dubl qilishga shoshilyapti.
Ya. Vay adam o'tmoqchi edim hozir. Davay. Ya mana ko'ryapsan, meni yiqibdi. Shtraf-ku. Yo'q. Ya mana. Ya, nima qildim endi? Yo bunisiga nima yeyapsiz? Yolg'izlar. Cheaterlar. Shaka. Qizil berishga bularga birdan o'rgatyapman hozircha. Endi meni o'lik demanglar. Bu juda ham qiyin. Eng kuchli anonsiga qo'yganman. Beginner emas bu. Beginner qo'ysa minionni o'lgitaman buni. Hozir men qiyinroq anonsiga qo'yganman. Men qiyinroq yomon deyman. FC Mobile'da kimlar bilsa FC Mobile'ni bilsangiz Optimum World Class yoki professional biladi-ku, men World Class'ga qo'yaman. World Class shunchalik qiyin, gol qiyin. Men kuchlisida ham yengaman. Ukam lekin bitta qo'yib berganman, shuncha 7-2 yetgan. Ko'ryapsizlarmi endi? Mana haqiqat nima? Haqiqat. Lekin bir marta sotilmagan o'yin bo'ladi. Ukamga lekin faqat ukam o'ynagan o'yinda shtraf beradi, oddiy narsalarga, lekin o'zi opasniy qilsa ham hech narsa bermaydi. Tuxram Bappe xatosini to'g'rilamoqchi, pas tashadi. Ay, Rodriges. Yo'q-mo'yo. Akanji. Vay! Terrana. Yo'q-mo'yo. Ya. Ay hozir. Ya, nima qildi endi? Chisti bo'qil. Ya, mayo. 4 minut qo'shdi, 4 daqiqa degan. 4 sekund. Bitamiz bularni. Tachamani. Bo'ldi, vaqt tugadi, yutdik. Bilimlarga illa billa qilib. Yo'qmi, eng yomon o'ynaganimiz 5-2 ga, ha. O'tgan safar 4-2 yutdim, shunga 5-2 qilishib chiqarishibdi. Ispaniya yo'qmi, eng katta o'yin. Juda ham zo'r o'yin. Nima ularga? Nega ularni? Ukam Ispaniya eng kuchlisi. Ular bilan ko'p aralashmagan yaxshi. Ravio. Voy, ya mana shu ishtirok bo'ldi, aniq. Mana shu kubogi yutamiz, undan keyin video tugatamiz. Odamlar lekin 1 soatlar, 2 soatlar qilgan. Keyingi o'yinim PUBG haqida ham chiqishi mumkin. PUBG'ni o'zi o'ynamayman, yaqinda qiziqib qo'ymoqchiman, qiziqish. Yaqinda akam bilan men ham qo'shib o'ynayman. Ukam aytgancha, keyingi o'yinni mayli videoda bitta anav qilamiz. Ravio yo'qmi? Ravio. Teping goldi. Mana birinchi gol. 89. Moya cho'rda yarim moya. Morata. Tuxram. Yo'qmi? Mbappe oldi. Yo'qmi? Ketdi. Mbappe ketyapti. Va gol uradi Mbappe. Chiroyli gol. Bizni olma. Ko'ryapsizlar, o'zimni it bo'ldi. 10 minut bo'lyapti. Ya hal endi 17-daqiqa. Uncha tez 19. Ya, Ispaniya shunday oson ekan. Yutish. Menga bular cho'ta emas-ki, bizmi o'yin yutaman. Ya, Unai Simon. Rayan qo'ydi, o'lik. Aytingchi, Realchilarga xabarim 3-0 endi ana Arsenal ahmoq yutib qo'ydi. Pushkazlar 3 ta o'q otdi, lekin uni Real ko'tara olmadi. Shuning uchun endi esa keyingi o'yinda 4-0 qilaman deb Carlos so'z berdi. Agar yutsak, men mana shu nima bo'lyapti? Menga berma. Penalti bo'lishi kerak. Ya.
Do'stlar, yiqitganmi? Ularga stop. Mo'z yiqitaman. Ma. Voy. Aka nima menga aloqa beryapti-mi? Men yosh bolaligim uchun. Senga endi beginner qo'yib berganman. Yo'q, Bappe oldi. Bappe oldi. Bappe xatosini to'g'riladi. Bappe. Böyle endi burchakda ishlaymiz. Bo'lgan. Böyle ekan. Gay Bappe sarıgin chiqishir. Kerak do'stlar, shu videoni bu yerda to'xtatmayman. Ya nima qildi endi orqadan berdi. To'g'ram. Aytgancha tezroq 10 ta obunachi bo'lishim kerak. 10 hali endi 3 ta obunachi yig'dim. Yaqinda ochdim-da bu kanalni. Bunisi ana xato qilsam hozir bitta gol ularga o'zim o'tkazib beraman. Xato qilsam hozir. Ay, böyle bitta gol o'tkazib berishim kerak. To'pni ana böyle. Birinchi ishlarni tugar. Endi o'tkazib bermasam bo'lmaydi. Beyler to'pni o'zimizga gol o'tkazib beraman. Bir. Pedri. Ferran Torres, Dani Olmo, Fermin Lopez, Gavi, vamos, Vizca Barça. Yey, böyle tushundim. Karta. Aytgancha. Ana berdim. Mana bo'ldi, men vadam ustida turaman. Romaga o'xshagan o'qiyman. Vadam ustida turaman. Endi qadaqdi. 4 ta bir qilmasam, ismimni kanalim nomini o'zgartiraman. Hazlashdimi? Qanday o'zgartiraman? Yutaman baribir o'zgartirmayman. Men chunki shunday yo'qmi? Ya, Williams. Yo'q, Williams. Qo'yam. Bop. Williams. Hozir senga bitta maslahat. Real bilan o'ynashma. Futboldagi eng kuchli klub bilan. Ha, böyle qo'yag'ini aytmayman. Uyog'ini yozib ketinglar. Kommentlarda. Jem. Aytib qo'yma obunachilarga. Ya, qo'y komment. Come on, Leopard. Gol! Staki gol. Shtenka golya. 3-1. Men 3-1dan oshiraman. Nech bilyapsiz? Bilmas endi. Like. Amay 10 ta like qilsalaring, hozir agar 4 ta Shu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Ha, aytgancha ikkinchi qism chiqadi. Keyingi o'yinda. Ukam chiqib ketdim. Keyingi qismi ertadan keyin ertadan keyin chiqadi. Bu rostana. Har 3 kunda bitta video chiqaraman. Chunki o'tgan safar oshnamni bilib qanday video chiqarishni bilmadim. O'shanda oshna bitta qilib berdi. Esimdan chiqib ketdi. Shunga ko'p vaqt bo'ldi videoni bilmaganiga. Post qo'yishni bilaman, lekin video qo'yishni bilmasdim-da. Tchemeni, Griezmann, Mbappe. Ya, mana ko'ryapsan, shtatafda aytgancha kim teshadi? Men. Shtatafda kim gol urgan? Kommentlarda yozib qolinglar. Eza 3 daqiqada foydalanish kerak. Gol olamizmi yoki yo'q, obunachilar? Bilib. Baribir like bosing. Va o'yin Portugaliyaga qarshimizmi? Bu final do'stlar. Finalni keyingi videoda chiqaraman. Hammaga xayr.